Hurmatli obunachilar, mana endi oxirida bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga mana toza hisobni zotgaman so'lig'imiz chiqdi. Maşalloh, bittadan laykni bosib qo'yasalar akalar. Bunisi o'zgachasi bo'ladi o'ma akalar. Tavsiya qilib qolaman. Uchovini hech bir bo'g'oziyu, bolaligi bir joyga. Xo'p, so'mga bo'lsa 13 million. 13 million. Qog'ozga bo'lsa 1000 dollar. 1000 dollar. To'ppa-to'g'ri 4 dan ekan, aka. Yo'q, Abdullo. Chalin oldi qo'shib qilmaydi, to'ppa-to'g'ri 4 milliondan aka. Shu bo'lmaymi, Abdullo? Mana hali 11 so'ra, 11 ham so'ra, pas so'ramay aka. Bashir qo'chqori bunisi. Ha, bunisi qo'chqor, bunisi sog'liq, Abdullo. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Bu bir hafta 10 kunlik Abdullo. 10 kunlik atrofida. Bir hafta 10 kunlik Abdullo. Xo'p, yoshi necha yosh enasini aka? Ko'rsatib ham qo'yaveraylik mana, o'zlari ko'rib olishaversa mana. Mana, realni 406 ga o'tyapti-kan. 6 ga o'tibdi. Ju mana 406 ga o'tyapti. Ikkinchi yoki-da uchinchi bolasi bo'lishi mumkin. Lekin avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib borayotgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin deb bugun hafta kuni yakshanba 13-aprel 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstilda oldidan o'sha optimchilar, arzonchilar yig'ilgan mahalladan istak va talablarga binoan o'sha arzonchi bola Qambarali optimchi akamiz xonadoniga kelyapmiz. Qambaraga xormay aka. Salomat bo'ling Abdullo. Qalaysiz? Salomat bo'lasiz? Obunachilarga ham. Obunachilarga Simsaga. Necha partiya qo'yib bor bugun videomizga aka? 4 partiya video qilamiz Abdullo. 4 partiya qo'yib chiqaramiz. Kechagilar tugadimi aka? Ha, kechagilar sotdik xudoga. Yangi partiyalar keldi aka. Ha. Bitta gapda avvalo nasib, hali videoni sonida ko'pchilik ko'rilmagan bilmaydi. U prosmotr jicha oz bo'libdi-yu, lekin barakali bo'lib, oladigan odam ko'rib sotiladi. Ha, va manuflar bor-ku. Shu yomon talash bo'ldi. Video chiqishiga nima baliqchilik bitta tog'a Rossiyada turib, Moskvada turib oldilar. Video ko'rayotganimizda bitta like bosib qo'ysalar, kommentariyaga yozib qo'ying. O'tgan safar ham birinchi Romanov qo'ylar sotilgan. Ha, birinchi bo'lib Romanovlar sotiladi. O'zi har safar Romanov qo'ylarni topib kelib tursangiz bo'lar ekan. Akalar mana bu safar yo'q-u, lekin xudo olsa kelib qolsa, kelib qoladi. telefon qilsanglar kelib qolsa. Bu safar o'ta noyoblar, hammasi yosh qo'ylar. Birinchi, ikkinchi to'g'ri. Necha partiya qo'yib chiqaramiz deydi? 4 partiya, Abdullo. 4 partiya qo'yib chiqaramiz. Akalar qo'ylarni o'zim ko'rdim. Voобще videoni umuman o'tkazmay ko'ringlar. Qo'ylarni vashi konkretlari kelibdi. Egizachi so'raganlar, egizachi, hisori qo'y so'raganlarga toza simjon hisorilardan kelgan. Video davomida o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Bittadan like, kommentariya, kanal sizlar ko'p kutmay holatda video syomkalarimizni boshladik. Qadrdonlar, bo'lmasa videolarimizni boshladik. Xo'p, hozirda ko'rib turgan qo'ylaring ikkovi ham ona bola. Bularning yoshlari qanaqa endi ham baraka? Yoshlari birinchi, ikkinchi tug'ishi Abdullo. Birinchi, ikkinchi tug'ishi. Mashina bola? Ha, mana shu qo'chqor bolali Abdullo. Bu bolasi qo'chqor. Uji bolasi ham o'ziga yetib qolibdi. Ha, o'ziga yetib qolgan. Nariginiki sog'liq. Nariginiki sog'liq. Mana Abdullo ochpasizmi aka? Ishlarni ham ko'rsataylik. Bo'ldi, realni bo'laversin. Ha. Mashalloh, mana ikki tish ekan, ikki tishdan endi o'tyapti o'sha yerga. Mana bu ikki tish ekan mana. Bu ikki tish. Bu nimchog'i Abdullo. Bu endi nobodo qo'zirida tuqqan bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa, ikkovi ham birinchisi bo'ladi. Ha, ikkovi ham birinchisi. Lekin yoshlari bemalol, bexijolat, tishlari 4 yoshga to'ldirmagan qo'ylar mana. 2 yashar qo'y, mana bunisi 2 yashardan o'tyapti narigisi. Mana uni bolasi qo'chqormi uniki? Ha, buniki qo'chqor. Buniki qo'chqor, buniki sog'liq aka. Ikkovi bir qo'ylar, bitta yurgan qo'ylar Abdullo. Bir xo'ra aka ikkovi. Ikkovi ham bir. Yeb ishlari yaxshi aka. Yeb ishlari sinaldi, bexijolat. Bexijolat. Bolalari necha oylik bo'ldi? Bolalari shu 2 oy, 2,5 oylikda Abdullo. 2,5 oylik, 5 oylik ajratilgan qo'zini namini beradi. Ha, shunday. Badani ham, sifati ham zo'r qo'ylar. Yapti ochig'i mana shunday qo'zlarni ajratib turib, ajratilgan 5 oylik, 4 oylik bo'lyapti-da. Ha. Bular hali hozir ham yem yurgan bo'lsa, ama qoyil. Yem yuribdi, ham yem ham yeyapti Abdullo, bolalar. Yem ham yeyapti degan do'stlar, mana yaxshi qolaveramiz, mana mehmonlar keldi. Ozgina pauza qilib turamiz. Necha pul Qambaraga pulini gapirib beray aka? Abdullo, buni 13 milliondan kelishtirib beramiz. 13 milliondan. Ha. 13 millionga baland basma, 6,5 dan. Ikkovi qo'chqor bo'lganda so'ramas edim menga. Yo'q, endi bitta qo'chqor, bitta sog'liq, yosh qo'ylar, ena ham toza qo'ylar Abdullo. Bexijolat. Oltidan to'ppa-to'g'ri. Xaridorlar ham keldi. Keladi. 12 million. Yo'q, Abdullo 12 ga hisob chiqmaydi Abdullo. Ziyon qilmasiz aka. Xo'p. Qarang Abdullo, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman. 12 million 500 ga yetkazib beraman Abdullo. 12 million. Vodiy bo'ylab bo'lsa yaqin atrofga o't berasiz pulidan. Chicha xarini qilib beraman Abdullo. Bor aka mana akalar. 12 million 500 ming so'mga dastavkasi Toshkentgacha yetkazib beriladi.
Hop, vodiy bo'ylab shu yaqin atrofdan bo'linsa, pulidan o'tadigan joyi bor. Ikkovi ham birinchi tug'ish bittasini bolasi Qo'chqor, bittasini So'liq. Qiziqqanlarga pastda nomerlar qoldiramiz, bo'lsa bular kirgizamiz. Xaridorlar mana kelishdi, boshlashdi. Klientlar bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'ylar olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana egizakchilar ham kamayib ketdi. Egizak qo'ylardan mana chiqaryapmiz, xohlasa. Bolalari nima ekan buni? Bolalari bitta Qo'chqor, bitta So'liq, Abdullo. Bitta Qo'chqor, bitta So'liq. Armoni yo'g'idan mana egizakni chiroqligidan so'raganlarga mana muhimi yosh aka. Muhimi yosh, Abdullo. Mana bolalarni ko'rsating mana. Abdullo Muqaven janavorlari. Ikki dumba, yorma dumbalaridan mana mashalloh. Beli bilan bir xil dumbasi. Qo'zilar ekan, raketa dumba ekan aka. Ha. Bashirsiz Qo'chqor bunisi? Ha, bunisi Qo'chqor, bunisi So'liq, Abdullo. Bular necha kunlik bo'ldi aka? Bu bir hafta 10 kunlik Abdullo. 10 kunlik atrofida. Bir hafta 10 kunlik Abdullo. Hop, yoshi necha yosh enasini aka? Hop, ko'rsatib ham qo'yaveraylik mana. O'zlari ko'rib olishsa mana. Mana, realni 406 o'tyapti ekan. 6 o'tibdi. Mana 406 o'tyapti. Ikkinchi yoki uchinchi bolasi bo'lishi mumkin. Lekin tishlari ko'rdilar, tishlari yosh. Bexajol hali 5-6 marta bemalol bolasini olsalar ham bo'laveradi akalar. Hop, bo'ylarni aytib o'tib ketaylik. Bo'ylar 80 yo'verdi. Bundan olib chiqargan qo'ylarimiz 80 plus. Xohlasa. Hop, buni aka endi yedishlari qanaqa ekan? Sinaldi Abdullo, behijolat qo'ylar. Behijolat sinaldi. Mana egizak so'ragan tanishlarga bu yerga topaylik, egizakchini chiroqlisi. Xo'p, narxi necha pul aka? Xo'p, narxi Abdullo 8,5 dan kelishtirib beramiz. 8,5 dan kelishtirib berasiz. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha dastlabki bor, yana Samarqandgacha qilib beraman. To'ppa-to'g'ri 8 qilib beraylik, shunday. Samarqanddan ko'pchilik so'rayapti. telefon qilib so'rashyapti, egizakchi bor. To'ppa-to'g'ri 8 million ekan. Aka, keling. 500 ming arzon qo'yaman bugun siz aka o'zingiz. Bo'pti, vodiy bo'ylab Samarqandga dastlabkasini kelishamiz. Bor aka, mana 8 million so'mga. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ha, Toshkentgacha. Toshkentgacha 8 million so'm. Bolalari Qo'chqor So'liq, egizak so'raganlarga ikkita bolani boqib, o'zi ham arg'ilab ketmagan 6 yashar 3-bolasi egizak qo'ylarimiz akalar mana. Bitta Qo'chqor, bitta So'liq. Narxi 8 million so'm dastlabkasi Toshkentgacha. Hali 3-chi deb peshimiz maqsad, hali ikkinchisi bo'lishi mumkin, uchinchisi uzog'ini olib aytaveramiz. Ha, bir xilga odam 3-chisi deydi, bir xilga qo'y bilgan odam 2-chi tug'ishi deydi, misolda. Uzog'i 3-chisi. Ha, uzog'i 3-chisi. Do'stlar, tavsiya qilib qolamiz. Bo'lmasa videoni cho'zmaylik, vaqtlarni hurmatli holatda bularni kirgizamiz, keyingi navbatda qo'yib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda bo'g'oz va hamda bolali variantlaridan chiqdi. Naqdlaridan so'raganlarga, naqdlaridan. Xo'p, bittasi uji mana tug'ibdi. Ha, bittasi tug'di Abdullo. Necha kunlik bo'ldi bolasi? 3 kunlik bola. 3 kunlik. Hali kindiga tushgan yo'q mana, Abdullo. Hali kindiga tushmadi. So'liqsan, Qo'chqorsan? So'liq tug'di. So'liq. Mashina bolasi? Ha, ashina bolasi Abdullo. Nechinchi bolasi bu? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi. Ham ko'rsatib qo'yaylik buni. Bo'ldi. Bari yoshlari kelibdi bugun aka. Hammasi yosh. Yosh qo'ylar kelibdi mana. Xudo xolasa akalar. Abdullo. Ham tavsiya qilib qolamiz. Mashalloh. Qo'zicha aka mana. Qo'zicha hali. Bular ham asha Abdullo. Bular necha yoshda? Bular ham to'g'li. Bular ham qo'zi bor. Ha, qo'zi. Bular ham birinchi tug'ish. Ha, birinchi tug'ish bular ham Abdullo. Mana unisi jichcha 5-10 kun oxir-oxirida tug'adi anu kashdan. Ha. Lekin yeli topagani. Ha, mana yelani ham ko'rsatib qo'yaylik Abdullo. Ha, o'sha yeli aniq bo'lib qolibdi-ku. Aniq, ha. Narigisi-ku aniq. Ha, unisi mana baholisi-ku. Hali egasi junini olibdi, narigilarga ulgurmasdan olib keldim-da Abdullo. Akalar mana yosh qo'y so'raganlarga ona bola birinchi tug'ishlaridan keldi. Buni bolasi So'liq, mana ikkovi bo'g'oz birinchisi inshaalloh. Qiziqqanlar. Xo'p. Hambar aka qiynab orziga qo'yiladi. Nechta puli? Adada qo'ydi. Ha. Katta kirmagan qo'ylar. Chas qo'ylar, ha. Qo'ychini qo'y Abdullo, hazil qo'ylar bas. Yaxshi qo'ylar, yaxshi qo'ylar, ha. Yoshlari ham yosh, o'zi ham, soti ham toza. Qani kallalarga ham ahamiyat qiling-da. Tetik qo'zilar. Yana nima edi? Qo'y sog'lomligi kallasidan bilib olsa bo'ladi deydi. Rangi toza qo'ylar. Shunchalar qo'yiladi akalar mana. Qaranglar, o'zidan xolis baho. Kim olsa ham baraka topadi. Yaxshi qo'ylar Abdullo. Xo'p, aka, uchovi necha bir? Bo'g'ozi-yu, bolaligiyu bir joyga. Xo'p, so'mga bo'lsa 13 million. 13 million. Qog'ozga bo'lsa 1000 dollar. 1000 dollar. 13 million, 4 million oshib bo'ladi, to'g'rimi? 4,5 salkam. 4,5dan jichcha pastroq bo'ladi Abdullo. To'ppa-to'g'ri 4 dan ekan, aka. Yo'q, Abdullo. Keling oldi qo'shib qilmaylik, to'ppa-to'g'ri 4 milliondan, aka. Nima Abdullo? Mana hali 11 so'ra, 11 ham so'ra, pas so'ramay aka.
bozor narxlarini Abdulla qarang, bo'pti, gapni eshiting, mana obunachilar uchun 12 million 500 ga beraman Abdulla. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha Abdulla. Shunda 4,5 million u 4,5 million 8 million bo'ladi. Ya, shuni aka keling. 12 million qilaylik. Optimaga bir joyga aka. Hammalarga bor aka aka. 12 millionga bor aka bir joyga aka. Yengil baraga bering, xiyilishmasin, xursandchilik. Biza keldi ketdi narsa aka. Ziyo qilmayotgan bo'lsa, oldiga yurayotgan bo'lsa bor aka aka. Oldiga yuryapman. Bor aka bo'lmasa nimaga o'ylanasiz? Abdulla bo'ldi. 12 millionga berdim, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Ammo Abdulla bozorda ham, boshqa joyda ham solishtirish olsin, bozordan ham arzon beryapman. Hep gap yo'q. Bor aka yashab mana aka. 12 million. 12 million so'mga 3 ta. Deyarli naqd bo'ladi degan gap. Abdulla ikkovi bir g'ozini olamiz deysa, 7,5 million. 7,5 million. 4,5 million bolalik. 4,5 million bolalik. Optimiga 12 million. Optimiga 12 million. Gap yo'q aka. Mana qiziqarlar xohlasalar ona-bola olinglar, xohlasalar bu o'zlarda olinglar. Nomerlar pastda bo'ladi, aloqaga chiqib qolasizlar, bo'lsa bular kirgizamiz, keyingi navbatda qo'yib olib chiqamiz. Hurmatli obunachilar, mana endi oxirida bitta bo'lsin, zo'ridan bo'lsin deganlarga mana toza hisobli zotga mana so'lig'imiz chiqdi. Mashalloh, bittadan laykni bosib bersalar akalar, bunisi o'zgachasi bo'ladi akalar, mana qaranglar. Tavsiya qilib qolamiz. Qamar aka, bu qayerdan topdingiz buni aka? Noyoblarni topganlik. Go'zalik aka. Bu aka endi bo'g'ozmi, qisirmi bu so'lig'imi? Yo'q, qochmagan Abdulla. Qochmay qolgan, ha? Qochmay qolgan. Qo'chqorni bitta zo'ridan olib qo'shib bersizlar bunga akalar mana. Toshlarini, qo'shish kerak. tunlariga bitta e'tibor berib bersizlar akalar mana. Quloqlarni kenligini qaranglar akalar, mana qaranglar. Qulog'i 19 Abdulla. Qulog'i 19. Bo'ylari 90 gacha. 90 ga yaqin. 95 90 ga yaqin Abdulla. 90 ga yaqin. Qo'y nihoyatda katta qo'y akalar mana. Muhimi toni toza. Toni toza. Hamma yo'q kelganda. Xo'p, aka, buni endi yosh qanaqa yoshi? Yoshi 2 tishmikan yo 4 tishmikan? Tushunasiz, ha? Mana ochaylik mana, o'zlariga ko'rsataveraylik. 2 tishda 4 tish o'tyapti ekan, o'sha yo'lida. Mana. 5 ekan, qo'ydi o'ziga ham 5 ekan, 5 bahosi ham bor ekan. Ajratib bergan shekilli cho'pona. Ha, cho'pon ajratib. Yoshligidan bilishadi, qo'yda qanaqa bo'lishini ular. Mana nimasi? Qara, sakrab ketadi. Oti ekan mana qo'yda akalar. Qo'yda otidan so'raganlarga bu qo'chqor emas, so'liq. So'liq Abdulla. Ammo qochmay qolgan ekan. Shunisi bor. Udarini oqtab yurganlarga Abdulla. Udarini olaman deganlarga haqiqatan. Aqa yurmayapti-da. Qo'yda akalar qaranglar. Mana endi yursin. Yurishini ko'ringlar o'zlaring. Evet. Bakkani qo'yib qo'y o'zimdek ushlab ko'rsatsangiz ham bo'laverar ekan aka. Ha. O'z oyoq qo'llarni ko'ringlar o'zlaring akalar mana. Hosh. Qadrdonlar, bittadan shuni joyiga like bosib qo'ymasalar ham bo'lmaydi. Hali bu endi elitning hisoblarga ham kiraveradi-da aka, xohlasa. Ha, seleksionerlar ham ko'rsin, biladi qanaqaligini. Zotini aka. Ha, zotini. Tushunishadi bu qo'yda. Qanaqaligini bilishadi. Xudo xolasa qo'y qo'yib olaman deganlarga tavsiya qilib qolaveradi. Olaylikda. Janovar. Xo'p, Qamar aka. Baquvvat qo'y. Bo'ldi, endi qo'yda qiynamay aka, o'zi bitta ko'rgan odam biladi. Eshitmay turib telefon qilishadi. Ha, shu Abdulla. Narxi necha pul deyiladi. Xo'p, o'shalarga qancha beramiz aka buni ishqivoziga? Abdulla ishqivoziga olaman degan odamga uzul kelsalar. Misol bir xilga odam 1,5 ming deydi-da. Misol. Men unaqa demayman, yengil keldi, yengil qo'yaman Abdulla. Xo'p aka. Xo'p. Buni Abdulla uzul kelsalar. 600 dollarga beraman. 600 dollarga. Toza hisobli so'ra. So'ra aka bu endi toza. So'ra, toza. Toza akalar mana 600 dollarga beraman deyaptilar. 2 tishda endi 4 yashariy o'tyapti. Bu qo'y oldin tuqqanmi, tug'maganmi? Yo'q, tuqqan. Bir marta tuqqan. Bir marta tuqqan. Bitta tuqqan dedi. Sizga qochmay qolibdi hali akalar. Qochmay qoldi dedi. Zo'ridan bo'lsa qo'shmasalaring, mikrofonni haqqa olasiz endi. O'zi bo'yningizgacha boryapti kallasi buni. Qo'y kuchli qo'y Abdulla. Qo'y haqiqatan. Olisdan olib boqishda maza qilishadi qo'y, kuchli qo'y. Aka, buni yo'lini qilib berarsiz endi. Biz misol uchun bu yo'nalishingiz aka, bu sizni olib ketdi. Yo'q, shunaqa-yu. Endi menga ham bir uchrab qoldi, men ham yengil qo'yyapman. Baland qo'yganim yo'q Abdulla. Buni. Misol. Xo'p, haqiqatan yaxshi, yomon emas aka. Bu qo'yni to'g'risi aka, narxini chiqarishi men hali yoshmanda bunaqa qo'ylar bilmayman aka, to'g'ri, gap ochiq. Ya, men ham to'g'ri gap, bilib olmayman. U bu kuni olman. Ishimiz aka, oldi sotishda. Ha, shu, tavbachilik.
Xo'p, aka o'tib berasiz telefon qilganga. Jindek xaridni qilaman ko'p bas Abdulloh. 600 dollarga. Ha, 600 dollar jindek xaridni. Dastavkasi qanchacha? Dastavkasi farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab-di. O'zbekiston bo'ylab qilaman. Zo'r va O'zbekiston bo'ylab 600 dollarga xayri borish, yana bilan bitta baraka qilib beraylik. Bor baraka. Endi biz misol uchun baraka qilib oldik demayapmiz-ku. Shunchaki baraka qilib berilyapti. 600 dollar o'zlari kelishib olaverasizlar akalar. Xo'p. Qo'ydi zo'ridan mana. Bu bo'ldimi, qo'y qolmadimi aka? Ha, tuyadi Abdulloh. Qo'y qolmabdi akalar. Qilamiz. To'g'risi ertaga syomka chiqaramiz. Kanaldan uzoqlashmanglar. Bittadan like bosib 5 esdan chiqmasin. Manzarani eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex Lolda Qambarali Optim chakamiz xonadonida syomka qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.